men yo'nalishlarni ko'rsatmoqchi edim. Mana shu yerda yo'l belgilari to'g'riga ko'rsatyapti. To'g'riga Shahrisabz Kitob qarshi. Men bu manzarani olish niyatim yo'q edi. Men aslida mana shu yo'nalishni ko'rsatuvchi doskani ko'rsatmoqchi edim. Afsuski qarasam bu yerda mana bu axlatxona, hech qanaqangi yashiklarsiz ko'chalarga uchib shang etuvchi bir axlatxona qilib tashlashdi. Bozor ma'muriyati bunga qanday qarayapti? Bu yer xalqaro yo'nalishdagi bo'lmasa respublika ichkarisidagi hamma sayyohlar to'xtab o'tadigan bir dong'i ulug' Taxtaqoracha dovoni bo'ladi. Lekin afsus bu yerda aynan mana shu ko'rsatkich, yo'l ko'rsatkich doskani tagida shuncha axlatxona uyilib yotibdi. Bunga qanday bozor ma'muriyati qarayapti, buni bilmadim. Qarang, bu yerda qanchalar odam gavjum. Surxondaryo, Qashqadaryo, Tojikistonni bog'lovchi yo'l bu. Bozor juda ham katta. Bu bozor juda ham katta. Shunga hozir hayronman. Buni hududida bironta bunaqangi bir iflosgarchilik yoki bir nomaqul narsa bo'lmasi kerak deyman-da. Bu yer juda ham top-toza bo'lishi kerak, juda ham chiroyli. Ko'rkam, mana bu maydonlar ham juda ham asfaltlangan. Ana bu haligi mashinalarga kirish hududida ana bu bordyurlar, stolba bordyurchalar yotqizilgan bo'lishi kerak. Lekin biz mana bu manzarani ko'rib dilimiz xira bo'lyapti. Bu yerda bozor ma'muriyati e'tiborli bo'lish kerak. Odamlarga mana savdoni qilyaptimi, ro'zg'orni, tirikchiligini qilyaptimi, obodonchilikni ham qilib qo'yish kerak. Xullas, bozor ma'muriyati to'g'ri qabul qiladi degan fikrdaman.